Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotida qilgan ma'ruzalarida bir ezgu tashabbus bilan chiqdilarki, inklyuziv ta'limdan inklyuziv jamiyat sari. Mana shu ezgu niyatni Buxoro davlat universitetida tatbiq qilish maqsadida biz bugun 13-noyabr Xalqaro ko'zozlar huquqlarini himoya qilish kuni munosabati bilan bir ezgu tadbir tashkil qildik. Tadbirimizda universitetda ko'zo'ziz talabalar, magistrlar va doktorantlarga yaratilayotgan imkoniyatlar ham ilmiy hamda sinf xonalari, yo'laklardagi yaratilayotgan imkoniyatlar haqida o'z fikrlarimizni bildirib o'tamiz. Bundan tashqari biz bugun tadbirimizda bir ko'zojizlar uchun manfaatli bo'ladigan showroom tashkil qildik. Ko'rgazmamizda ko'zojizlar uchun kerak bo'ladigan barcha jihozlar, tarozidan, ovozli tarozidan tortib, shaxmat, shashka o'ynashlari uchun ko'zojizlarga moslashtirilgan shaxmat shashkalar ham ko'rgazmaga qo'yilgan. Bundan tashqari tadbirimizda doktorantlar va tayanch doktorantlarning inklyuziv ta'lim bo'yicha qilayotgan ishlarini ham taqdimotlarini ko'rishimiz mumkin.